Bitta savol. Judayam ko'p ma'lumotga ega bo'lish insonni balansdan chiqarishga olib kelmaydimi? Bilmasdan balansdan chiqqan yaxshimiz. Qarang, masalan, boya sizga gapirmoqchi edim, Kuba. Aholimiz o'qimayapti, to'g'ri? Kubada bir ajoyib ish bo'lgan ekan. Kubada ziyolilar qatlami tekshirib chiqilganda 80% ayollar bo'lib chiqqan. Akademik darajasida. Nima qilib? Hayron bo'lishdi. Qanaqa qilib bu natijaga erishdi? Ularni biz na maktab o'qitdik, na institut, hech narsa yo'q. Bu paytda, eski paytda boya choyxonada gapirdingiz-ku, bizda chiget, majda chuyda narsalar qilib o'tilganda, zerikib qolmaslik uchun bir ikkita inson dostonmi, hikoyalar aytib turgan. Ayollar-ku, bir-biridan urushib ketishi mumkin, to'polashib ketishi mumkin. Bittasi o'ylab turganda, gazeta, kitob, ovoz chiqib o'qib beriladi. Endi tasavvur qiling, 10 yil davomida qancha gazeta, qancha kitob. Ularning darajasi akademikdan oshib ketishgan. Endi bizning ham jamiyatimiz hozir ko'plarni baribir o'qita olmaymiz, qiyin. Lekin buni qonun darajasida ko'rib chiqilsa, kelinglar har bir sexga, tikuv sexiga, ishga, mayli, bir soat emas, 30 minut, 20 daqiqa. Chiroyli hikoyalarni qo'yib beraylik. Eshitish urishadi, sekin ovoz-ku, qayerdagi ashulalar eshitganda ko'ra. Sekin jamiyatimiz uyg'onib boradi. Uyg'ongan jamiyat juda ko'p narsaga erishadi. Bilimsiz xalq hech qachon ozod bo'la olmaydi.